Hoşgeldin. Selamünaleyküm hurmatli fuqarolar. Men ismim Timur, familiyam Qosim, Agrobank guruh bosqichiman. Hurmatli prezidentimiz tomonidan 3 tajribasi bo'yicha joylarda tadbirkorlar bilan uchrashuv va masalalarni hal qilish bo'yicha topshiriq ketgan 2025-yil. Mana 2026-yilda shuni davom ettiramiz. Mana bu yerga bankka borib masalalarimiz qanaqa hamma o'zi masalasi keladi-da. Shunday kelganingizda qanaqa masalalar yechilmagan bo'lsa, masalan, qanaqadir to'sqinlik bo'ladigan bo'lsa aytsangiz va yozib berib, o'zim hozir mutaxassislar shu birga pastga tushib, birga masalalarni yechishga harakat qilaman-da. Shunga bitta turib aytsangiz yozib olsam, nima masalalar? Meni masalam bundan bir biza 15-20 oy oldi. Pul tashib qo'yib ketdik bankka. Omonat, ha? Omonat. Shuni ukamiz operatsiya qildi. Unga hozir pul kerak bo'lyapti. Men 8 ming necha olsam bo'lmaydi, o'yim yo'q. Bo'ldi hozir. Sen pastga tushib yigitimiz hozir pastga tushyapti. Hozir kim ko'ryapti hujjatini shuni? Hali endi keldi. Hozir omonat tinchkalaringiz bormi? Bor, hammasi bor. Hozir endi shartnoma oldindan buzadigan bo'lsangiz, uni foizi Buni tushundim. hozir mana shu yigitni pastga tushadi, birgalashib, yechib, alohida o'tirasizlar, joy yo'q hozir. Majbur bo'laydi, o'zim. Bo'ladi, endi bo'ladi. Hayotda narsa bo'laykan. Shuni bilganimiz o'zim aytdik 15 kun bo'lib qo'yganimizga, lekin Qancha so'm?